Mashinalar moro bo'lsin. Rahmat jo'ra, rahmat. Pensiya chiqsan ham kuchayib ketding-a, Ahmad. Qatdan buncha mahorat, pulni qatdan olsan? Keladigan joyi bor, endi bu yoqqa sir qo'yaverasan. Sandiqqa bosib qo'ygan dollarlaring bormidi yo biza bilmaydigan levi bizneslaring bormidi? Yo'q, qanaqa biznes shuni aytmay qo'ysam bo'lmaydimi? Sirli odamsan-da, aytgancha o'g'ling ko'rinmaydimi? Qurilish boshlavordingmi, nimalar qilib tashayapsan? Sen o'zgarishlar qilyapman. Ikkinchi etajni quryapman. Pensiyang shunaqa ko'pmi? Qancha pensiya olsan? Ko'p emas, hamma qatori 2 million oldim. Unda qanaqa qilib? Agarotdan tilla topdingmi yo otangdan qolgan qimmatbaho merosingni sotdingmi? Bu onasining bergan shoptoling xom ekan. Otamdan menga ketmondan boshqa hech narsa qolmagan. Endi qatdan qanaqa qilib qayosinda pul kelyapti? Voy o'g'lim Rossiyadan tezpay ilovasi orqali kartamga pul tashayapti. Ha? Bu ilovada o'g'lim eng zo'r kurslarda yuboradi. Humo, Uzcard, Visa kartalariga ham o'tkazsang bo'ladi. So'mdami, dollardami, umuman вообще farqi yo'q. Kommunal to'lovlarni to'laversan ham bo'ladi, ko'ngil to'q. Ana o'zi ham qilyapti. Hozir gaplashib olib qaytaman. Assalomu alaykum, adi. O'g'lim, qalay, yaxshimisan? O'rtog'imga doim mana shu o'g'ling zo'r deb aytardim. Oldingda ish pishyapmi, men ham o'g'limni jo'natardim.